Nikoh o'qitilayotganda qilingan niyat sizni keyingi butun hayotingiz qanaqa bo'lishini belgilaydi. Bilasizmi, har bir narsani xayrli qilish uchun, chiroyli bo'lish uchun birgina niyati o'zi yetadi. Ana shuning uchun ham agar siz turmush qurish arafasida bo'lsangiz, nikoh o'qitilayotgan paytda chiroyli niyat qiling va aynan mana shu niyatingiz sizni keyingi hayotingiz qanaqa bo'lishini birgina niyati o'zi belgilaydi. Nikoh o'qitilayotgan payti Allohdan ichingizdan so'rab turing. Allohim, mana shu inson bilan bizani faqat o'zing roziliging uchun birlashtirgin. Qalbimizdagi muhabbatimizni faqatgina o'zing roziliging uchun bo'ladigan muhabbatga aylantirgin va bizani doim bir-birimizga o'zing roziliging uchun xizmat qilish, itoat qilish va ko'nglini olishga musharraf qilgin deb so'rang. Va aynan mana shu birgina niyat sizni butun hayotingizni qandoq baxtli bo'lishiga o'zi sababchi bo'ladi. Shu kabi niyat, duo va nikoh davomidagi bo'ladigan sir-sinoatlarni mana nikoh madaniyati kursimdagi qizlar bilishadi.